Allame Sadiduddin Kashgari. Dağlık Uygur İslam kanunshunosi, tilshunos, grammatikşunos, dağlık davetçi Allame Sadiduddin Kashgari miladiya 1232 yılı ayni chog'dagi yangidan tashkil qilingan Chagatai Uygur xalqining 3 muhim markaziy shahrining biri bo'lgan Qashqar shahrida tug'ilgan. U tug'ilgan yillarda xalqning yigani naibi Mahmud Yalvashning o'g'li Mas'ud Yalvash Qarxonilarning tayanch shahri va bosh poytaxti Qashqarni qayta qurib, Qarxonilar va Naymanlarning qo'lida butunlay nabod bo'lgan Sochiya madrasasi va xonlik kutubxonalarni qayta qurayotgan edi. Shu vajidan uni nihoyatda talaylik bola deb qarashga bo'ladi. Keyincha bu talaylik bola bütün Tarim vodisidagi 10 cho'ng diniy tayanch peshvolarining biriga aylandi. Uning to'liq ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Rashid ibn Ali Kashgari idi. Sadiduddin uning diniy martaba nomi bo'lib, umu boshqa allomalarga o'xshashla diniy martaba nomi bilan tarixga putilgan. Uning ota-bobolari Qarxonilarning cho'kish davridagi eng nopozliq, himmatlik arboblardan edi. Allama Sadiduddin Kashgari 1265 yilgacha Mas'ud Yalvash insho qilgan Mas'udiya madrasasini a'lo natija bilan bitirib, Allama unvoniga erishgan. Mas'ud beg amdili 33 yoshga to'shgan bu yosh allamani mazkur madrasasiga mudarrislikka tayinlagan. Shunda qilib Allama bütün zehnini mazkur oliy bilim yurtida toki 1287 yilgacha to'p-to'g'ri 22 yil uda ta'lim tarbiya ishlariga beg'ishlagan. Miladiya 1288 yili 97 yoshga kirib qolgan Mas'ud beg Buxorodagi madrasalarni ko'zdan kechirish uchun Qashqardan yo'lga chiqmoqchi bo'lganida Allama Sadiduddin Kashgarini Qashqardan Buxorogacha hamroh qilib tanlab olgan. Mas'ud beg 1289 yili 22 oktyabr kuni Buxoroda vafot bo'lib ketganda hozirgi Buxorodagi o'zi insho qilgan danglik Mas'udiya madrasasiga dafn qilgan. Allama Sadiduddin Kashgari bu chaqda 57 yoshga kirib qolgan edi. Shunlashqa u bu qitim Qashqarga qaytishdan burun haj farzini ado qilish uchun yo'lga chiqib Mavraun Nehirdan Xurosondan Iron orqali Iroqqa, oxirida Bag'doddan Damashqqa va u yerdan Quddus orqali Madinaga va Makkaga yetib borgan. Haj farzini ado qilib bo'lgandan keyin ikki haram tavasida 12 yilni ortiq himmat bilan izdinish va ta'lim tarbiya ishlari bilan o'tkazgan. Bu jarayonda Rasulillar davlatining sultoni Muzaffar Malik Umar ibn Yusuf G'assani bilan yaqin munosabat o'rnatgan. U Yamanda 1229 yili mustaqil yangi davlat qurib, Ayyubilardan ayrilgan Malik Mansur Nuriddin Umar ibn Ali ibn Rasul G'assanining o'g'li edi. Shunlashqa mazkur yangi davlat bu jamoatning ulug' bo'g'isi Rasulning nomi bilan Rasulillar davlati deb atalgan edi. Allama Sadiduddin Kashgari haj qilish uchun Makkaga kelgan chog' dal Rasulillar xonliqining Makkada dunyoga kelgan ikkinchi va eng qudratli hukmroni Umar ibn Yusuf G'assani Makka mukarrama shahrini ham ibodat ham ma'rifatning qiblagoyi qilishga kuchayotgan mezgilga to'g'ri kelgan edi. Allamidan 10 yosh cho'ng va chechan bu hukmron nihoyatda tezla Sadiduddin Kashgarining bilim qurilmasi va ilmiy nopozini bayqab qolgan. Tunji uchrashdila uning bilan qadinaslarcha yaqin munosabat o'rnatgan Arab sulton Uyg'ur allama Sadiduddin Kashgariga Makkadagi 10 yildan ortiq ilmiy faoliyatlari jarayonida izchil madad berib, uning birmuncha qimmatli asarlarni yozib chiqishiga ilhom bergan edi. Allama Sadiduddin Kashgari ayni chog'dagi Rasul xonliqining poytaxti Tayziga tava Mavza degan havoliq joydan yer tanlab, nihoyatda katta bir xo'rma beg'i insho qilgan. Qashqardagi bog'vanlik ro'yi Yamanda meva berib,
mazkur katta xormizorlik Yamandagi hamma odam havas qiladigan boqqa aylangan edi. Alloma Sadiduddin Koshg'ari har yili g'usul vaqtida bu yerga kelib orom olsa, boshqa chog'larda xonlik markazidagi oliy bilim yurtida ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanadi. Shu tariqada kunlar o'tib, Hijriya 705-yili Ramzonning 7-kuni, milodiya 1306-yili No'ruz kuni dushanba vafot bo'lgan. Meyti o'zi insho qilgan xormi beg'iga dafn qilingan. Alloma Sadiduddin Koshg'arining hozirgacha yetib keladigan asarlari ichida bir namoz o'qish qo'llanmasi va namozga aloqador hukmlar haqidagi bir asri Makkadagi chig'ida yozgan Ajoyibot va g'aroyibotlar to'plami nomli 4 tomlik asri sahobalar hayotidan tanlanmalar nomli dаңlıq arabcha asarning qisqartilgan kitobi Baxt Saodat Toji nomli ilmiy asri va ilm tahsil qilayotgan o'quvchilarga bag'ishlangan o'gitlik risolasi qatorliq asarlari yer olmoqda. Bu asarlarning izohliq sharhlari keyingi davrdagi kishilar tarafidan olqishga erishgan va ba'zi asarlari nopozliq oliy bilim yurtlarida darslik qilingan.